Mana shu ismni eslab qolinglar, mana Sharipov Islom Mamadxanovich. Va nihoyat ko'rishdik. Assalomu alaykum. Islomjon aka, nasib qildi siz bilan uchrashishim aka. Ana O'rta Osiyodagi yashayotgan yurtdoshlarimiz yurakdagi любой muammolari bo'yicha sizga kelishar ekan. Mana shu yurak markaziga, kardio sentrga. Ana shu inson uchun yurak muammo emasda, stent qo'yish deyiladimi, tomir ko'chirib o'tkazish deyiladimi, klapandagi muammolar bo'ladimi, boshqa любой muammolar bo'lsa, mnogofunksionalniy shifokorimiz mana shu inson. Kardio jarroh deymizmi endi aka sizni? Kardio jarroh. O'zbekistonning birinchilaridan bo'lib boshlagansiz bilishim bo'yicha mana shu ishlarni. Mini invaziv programmalarni birinchilar qatori boshlaganmiz. Bu 2010-yillarni, shu 2014-2015-yillar edi taxminan. Imkon boricha odamlarga kamroq travma bilan, kamroq ziyon bilan operatsiya qilsakki, ya'ni operatsiya bo'ldi, 1-2-3-4 haftadan keyin ishga chiqadigan qilib qaytarsak va ko'p hollarda yosh bemorlar keladi, yosh ayollar, yosh qizlar. Bular uchun kosmetika juda ham muhim. Standart operatsiya to'sh suyak yorish orqali bajariladi. Ya'ni bu kesiladi, operatsiya bajariladi, keyin suyak qaytadan ulab qo'yiladi. Muammosi nimada? Bu kosmetik o'laroq uncha chiroyli emas. Ya'ni bu ayollarga juda anaqa, mana bu kompleks beradi, juda qiynalishadi. Ikkinchisi, bu to'sh suyakni bitishi yoshga qarab vaqt oladi. 3 oydan 1 yilgacha. Ya'ni 1 yilgacha masalan 60 yoshli bir bemor kelib turibdi, operatsiyasini qilyapmiz. Yuragi zo'r, marafon yugursa bo'ladi, bunaqa yurak bilanda to'sh suyak rejimi 1 yilgacha u mumkin emas, mana mumkin emas, turnik mumkin emas, plavaniya mumkin emas, ограничениялар juda ko'p. Hozir siz qiladigan operatsiyalarda bemorlar uzoq 2 haftada bemalol an'anaviy hayotga qaytaveradi. Yo'q, 3 haftalarda. Endi rekasmenlar ham bor, 2 haftadan chiqib ketganlar. Endi bu patologiyasiga qarab, kasalligiga qarab, hattoki bir 10-15 shu 10 kunlarda chiqqan masalan insonlar ham bor. Endi bu juda oson. Organizmga bog'liq. Organizmga bog'liq. Yoshlar bo'lsa agar tez tiklanishadi. Hozir bir savol kim? Siz oldingizga konsultatsiya olish uchun qachon kelsak, qachon nechidan nechiga tushib yerda bo'lasiz? Endi haftasiga 6 kun ishxonadamiz, yurak markazida, ertalab soat 10 dan to kechqurun 5 largacha shu yerda bo'lasiz. Endi единственный o'rtasida imkon boricha zaraniyani zapis deymiz, qilib kelgani ma'qul. Nimaga desa, ko'p biz operatsiyada bo'lamiz. O'rtada odam o'zlari qiynab qolmas, kutib qolmasligi uchun belgilab maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda ham sog'. Ustozda qabullarga yozilish uchun ekranda nomer qo'yib qo'yapman, telefon qilasizlar. Zodan keladiganlar manzilni yozing, lokatsiyani tashlayapman. Profillariga ham o'tib, o'zlariga ham yozsanglar bo'laveradi. Akajon, katta rahmat, tanishganimdan xursandman. Kardio sentr yurak markaz bemalol qo'rqmay kelaverasizlar.